Assalomu alaykum hammaga. Ismim Alisher. 3,5 yillik tajribaga ega ingliz tili o'qituvchisiman. 3,5 yil ichida Jizzaxdagi eng top bo'lgan o'quv markazida dars berganman. Va bu yil davomida beginner darajadan upper intermediate levelgacha bo'lgan o'quvchilarga o'zlarini natijalariga chiqishga qo'limizdan kelgancha yordam berganmiz. Va shuni aytib o'tishim kerakki, 3,5 yil ichida men qanaqa lavozimlarda ishlab ko'rdim. General English teacher sifatida ozgina vaqt intensiv shug'ullangan vaqtlarimizda, individual shug'ullanganimizda qisqa vaqt ichida IELTSga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilar uchun ko'proq IELTS teacher bo'ldim va hafta oxirida mock organizer hamda invigilator sifatida tajribalarimni oshirganman. Va shuni aytib o'tishim kerak, agarda sizda ham qisqa vaqtingiz bo'lsa, lekin o'zingizda imtihonga tayyor bo'lmagandek his qilayotgan bo'lsangiz, hamda qisqa vaqt ichida juda kuchli plan bilan natijaga erisha olsangiz, bizning kurslarimizga taklif qilib qolamiz. See you soon.